Shu sahnaga chaqirishimdan asosiy maqsadim o'sha kungi siz bilan bo'lgan suhbatda sizni hayotingizdan ta'sirlandim. Sizni dunyo qo'shig'ingiz yana dunyoda davr surishligi uchun onam bilan birgalikda duo qiling ustoz. Ilohi amin. Alloh fayzini bersin bolam. Allohu akbar. Hayotga boqaman, qo'ymayman. Bugunimni ertamni o'ylayman. O'zim qandayman bilmayman. O'zimni xo'rlatib qo'ymayman. Hayotga boqaman, qo'ymayman. Bugunimni ertamni o'ylayman. O'zim qandayman bilmayman. O'zimni xo'rlatib qo'ymayman. Dunyoda qolmadi tayanchim, yuragimga botganda ayanchim, do'stimga yo'qoldi ishonchim. O'zimni xo'rlatib qo'ymayman. Dunyo bunchalar bevafo, 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 dunyo bunchalar bevafo. Siz qilgan nolamga, quvonchdan sig'maysiz olamga, hasadsiz boqmaysiz soyamga, o'zimni xo'rlatib qo'ymayman. Siz qilgan nolamga, quvonchdan sig'maysiz olamga, hasadsiz boqmaysiz soyamga, o'zimni xo'rlatib qo'ymayman. Dunyoda qolmadi tayanchim, yuragimga botganda ayanchim, do'stimga yo'qoldi ishonchim. O'zimni xo'rlatib qo'ymayman. Dunyo bunchalar bevafo, 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 dunyo bunchalar bevafo. Dunyoda qolmadi tayanchim, yuragimga botganda ayanchim, do'stimga yo'qoldi ishonchim. O'zimni xo'rlatib qo'ymayman. Dunyo bunchalar bevafo, dunyo bunchalar bevafo, dunyo bunchalar